Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, barchalaringga alangali salom. Do'stlar, mana Xudo xolasa bahor oyimiz ham o'rtasiga keldik. Xudo xolasa mana bodom daraxtidagi mevalari do'stlar qanday ko'rinyapti videoda sizlarga. Ya'ni stabilizatsiya. Hozircha telefonimiz oddiy Redmi Note 11. Shuning uchun endi videolarimda kami ko'zlab bo'layotgan bo'lsa do'stlar, iltimos buni kechirasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa bugun 2025-yilda 21-aprel oyida turibmiz. Xudo xolasa havomiz yaxshi, 25 daraja iliq bo'lyapti. Ya'ni issiq deganda, iliq deganda sovuq emas.